Mani pulim qayerda ekan, ha? Voy. 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 Odam o'lyapti. Demak, meni pulim topishgan. Bir-birini o'ldirib ketishgan. Militsiya kelmasdan qochish kerak. Qayerdaman? Bu qayoqdan keldi? Ha? Pulku kimdir yo'qotib qo'yibdi-da. Hozir telefonim qayerda edi? Ay! Qayerda telefonim? Tezda telefonni topib Rustamga qo'ng'iroq qilishim kerak. Kechirasiz. Telefoningizdan foydalansam maylimi? Hop. O'zingiz gaplasha olasizmi? Ha. Nima bo'ldi, aka? Yaxshimi? Hammasi joyidami, aka? Og'aynilarimga qo'ng'iroq qilaman. Ha, bo'ldi. Hozir. Xo'p, bemalol. Rustam, yaxshimisan? Qayerdasan? Ha, Sardor, menimcha men noto'g'ri eshitmadim-ku. Sen ham eshitdingmi? Sobir doktorga yiqilib tushdim deganni? Aya, sensatsiya. Ay, Qanaqasiga yo'q? ha. Juda ham afsusdaman. Lekin sotqilik qilsam bo'lmasdi-da. Ha. Chunki Malikani sevaman. Muhabbat sizni o'zgartiryapti. O'ktam esa ko'z olaytiryapti. Meni tanlagani unga alam qilyapti. Uni sotsam, nomardlik bilan javob bergan bo'laman. Sevgi meni o'zgartiryapti. Uni ustiga men nomard emasman. Ha, albatta, to'g'ri. Kaltak yeb yiqildim, keyin tepkilashdi. Demak, qisman to'g'ri gapirganman. To'g'rimi? To'g'ri. Ha. Sen dunyodagi eng insofli yolg'onchisan. Menga dori-darmon uchun oylikcha qarz berib turlaring. Beramiz. Hozir. Mana retseptlarim. Qani. Bu yoqqa berchi. Menimcha bu dorilarga oyligi yetmaydi-yu. Yo'qda ham bor ekan. Bo'ldi. O'zim sinab ko'rgan usulni aytaymi? Ayt. Qarang. Xo'sh. Men bu ro'yxatlardan nom o'xshashlarini topaman. Bittasini qoldirib, qolganini o'chirib tashlayman. Ro'yxat qisqaradi. Xarajat ham qisqaradi. Keyin dorixonaga boraman. Bo'ldi. Eng muhim dorini o'chirib qo'ysang-chi. Unda nima bo'ladi? Unaqa bo'lmaydi. Axir dorilarni ichidagi mana nima deydi? Tarkibi bir xil. Ha? Tushunyapsanmi? 3-4tasiniga bir xil bo'ladi. Unda doktor qo'lini og'ritib, o'zini vaqtini ketkazib, nima qiladi? Uzoq yozib. Buni nima kerak bu? Buni tushunishgachi sani insofing ko'plik qiladi. O'rtoq. Xo'p. Menga qara, 50 mingtalikdan ikkita bergin, tashashaylik. Men buni dorixonachi qiz bilan maslahatlashib qisqartiraman-da. Hozir olib kelaman. Bo'ptimi? Shu yerda o'tiringlar. Hozir. Ha, xo'p.
Bu chemodonni qayerdan olding? Topib oldim. Qayerdan? Qordimi tagidan. Behazil aytyapman. Qayerdan topib olding? Ichida nima bor ekan? Yo'l chetida hushimga keldim. Qordimga bir narsa botdi. Qarasam, chemadan. Ichida puli bor ekan. Pul? Nega baqirasan? Topib oldim, o'g'irlaganim yo'q. Nuqul seni shu omading quvlab yuradi-da. Qancha bor ekan sanadingmi? Og'riyapti. Nima? Sanadingmi qancha bor ekan? Sanamadim. Axir, noqulay-ku. Och, men sanayman, och. Menga rosa qulay. Ey. Bu seniki ham emas. Qo'ygan keragi yo'q. Buni kimdir avtobusdan tushayotgan paytda tushirib qoldirgan. Men bilaman. Ta'sir tusurda dovdirab yo'qotib qo'ygan. Ichida kiyim-kechaklari, yo'l karasiga degan puli bo'lgan, to'g'rimi? Arzimas puli? Kiyim yo'q. Faqat orqa sochi uzun, bir kalamakining rasmi bor. Shunaqa pul ichi to'la. Nima? Dollarmi? Nega baqiryapsan? Tishdingmi? Qanaqa dollar? Ha? Do'stim bo'lsang och. Baqirma. Mana hozir. Ushab turlaring. Hop. Ana dorixonada birorta ham dori yo'q ekan. Yo'q-ey. Ha, hammasi qimmat dorilar. Yo'q. Ey, yo tentiymisan, yo jinnimisan? Bir och deysan, bir yop deysan. Obbo Sobir. Noto'g'ri gapirib yursam, Sobir emas, Sobirboy degin. Voy Sobirboy. Yo, sen ustaz Faray mashinniksan, yo rostdan jinnisan. Yoningda bir chamadon pul bo'lib turib, bizdan qarz so'rashingni qara. Ey, bu meni pulim emas-ku. Unda menga bergan, menga zarur. Kontrakt to'lashim kerak. Senga ham bera olmayman. Nimaga? Bu meniki emas-ku, seniki ham emas. Yo'q, o'tiringda, yurlaring. Yur. Mumkinmi, xo'jayin? Kir. Assalomu alaykum, boss. Men senga ko'p savol bermayman. Asabim dosh bermaydi. Pullarim qani? Qaysi pullarni aytyapsiz? Sen mendan o'g'irlagan pullarni aytayapman. Mabodo siz haligi soliqni yashirgan pullarni aytmayapsizmi? Ular o'zida-ku. Shunaqami? O'yin o'ynaysizmi? O'yin o'ynamoqchimisiz? Xo'p. Undama. Mana bu hujjatni ko'r. Bu hujjatda seni kirdikorlaring bor. Pullarni qaytarishga rozi bo'lsang, asl nutqasini senga beraman. Nargizaxonga emas. Labbey, chaqirdingizmi? Hozircha yo'q. Boravering. Ha, bo'ladi. Boss, rostdan ham pullaringiz manda emas. Nonursi manda emas. Qasamxo'rlik qilma. Men bunaqa tasodiflarga ishonmayman. Meni pulim yo'qolib qoladi-yu. U seni mashinangda paydo bo'ladi-yu. Yana yo'q, bilmayman deysan. Ma'lumotimda pulingiz bo'lmagan. Bilasiz, tez deyman-u. Sal siz bo'lsa qochdi deysiz. Qochding, quvladim, qochding. Xullas. Meni pullarimni topasanmi yoki Nargiza? Labbey,
Chaqirdingizmi? Nargizaxonni tezkorligini bilasan-a? Bilaman. Nargizaxon, siz boravering, iltimos. Xo'p. Biz gapimiz bordi. Xo'jayin, tan olaman. Men olganman. Lekin yo'qotib qo'ydim. Rosa yo'qotib qo'ydim. Qaytib bordim. Yo'qotgan joyimga. Borsam, to'stopolon odamlar o'lgan. Rasvo, pul yo'q. Endi qidirgan bilan foydasi yo'q pulni. Aylantirma. Seni qamataman. Toba qildim deng. Nima deb sayrasang menga farqi yo'q. Seni muddating qisqarmaydi. Men o'zimni qutqarish yo'llarimni allaqachon o'ylab qo'yganman. Nima qilasiz axir? Borginda ana u Chorvoqdagi dala hovlini sot. Axir boz endigina bitgan-dachi. Shunaqami? Nargizaxon, To'xtab turing, Nargizaxon. mana u hujjatni To'xtang. Nargizaxon, dala hovli oladigan bironta tanishingiz yo'qmi? Shu bilan shug'ullanadigan odam 3 etaj, 2 ta basseyni bor. Saunalari ham bor. Internetga e'lon berib ko'ring. Shunday qilib qo'ya qolaman. Mayli bo'lmasam, menga ruxsat bering. Har doimgidek tez hal qilib kelay, ha, tez xalq. Xo'p. Bo'lmasa men ketdim. Bunisi Nargizaxon saralashmang, xo'pmi? Biz o'zimiz kelishib oldik. Menga qara. Yana surib yormagin. Yo'q, qaqa suraman. Internet dedingizmi? Internetga qo'yaman. Xo'p. Bir necha soniyaga vaqtinglarni olaman, keyin bemalol filmning davomini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Ko'pchilik bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan, iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi kontentlar ko'payishini xohlasanglar, agar. Keyin yana bitta kichkina e'lon. Mana shu filmda ko'rgan bo'lsanglar, yangi aktyorlarni ko'pchiligini olib chiqqanmiz. Ustoz san'atkorlar bilan, yulduzlar bilan birgalikda o'ynashgan. Sizda ham shunaqa imkoniyat bor, agar qiziqsanglar. Pastda havolada Telegram orqali biz bilan bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Ana endi kinoning davomini bemalol ko'rishinglar mumkin. Pulli hidi. Meni atrimni hidilarim sir ekan u. Pulli hidi boshqacha bo'lar ekan. Nima? $134,000. 134,000. Men bilmayman. Meni qornim ochdi. Avval restoranga boramiz, Sobirjon yeriydi. Keyin hammamizni kiyintiradi. Ha, shmotkalarni zo'rdan oladi. Keyin Sobirga borib mashina olib kelamiz. Hey, meni pulim yo'q-ku. Muzboda men eriydigan. Ha. Bu kichkina pul emas. Ja, katta pul emas-u. Lekin kichkina pul emas-da. Senga shunaqadir Rustam, lekin bizga katta pul. Mashina olamiz Sobirga. O'zimiz ham mazza qilib yuramiz. Qachongacha dadangning mashinasini so'rab chiqamiz. Yallab. Ey, mashinani olishga pulim yo'q-ku. Ey, Sobir, chim turgin, tirsagini olgin. Ey, tiqilma. Pravasi yo'q-ku. Qanaqa haydaydi mashinani? Pravasi yo'q degan. Sotib olamiz. Pravasi bo'lmasa ham puli bor-ku. Qaysi pul? Yo. Ey, oyim pul bermaydilar. Buncha ko'p pullari yo'q. Sobir, bo'ldi-da endi. Bunchalik emas-da. Bular nima? Pul bo'lmasa.
Ha bu Franklinni esdalikka tushgan rasm emas-ku, axir. Ha pul bo'lmasdan nima? Ey, bu meniki emas-ku. Sen topdingmi? Seniki. Dubayga borsak-chi? Yaltaga boramiz, Yaltaga. Ey, Yalta modada qolib ketdi-ku. Yaltamish. Ey, Hoy. To'xta. Jinnisan? Hoy, jinni. To'xtasang-chi. tentemsan, to'xta. Ha, men tentayman, espasman. Ko'p narsaga aqlim yetmaydi. Xo'sh, senlarchi? Senlarning aqli yetib turibdi-yu. Bu pullarni yo'qotgan odam onasini operatsiyasiga yiqqandir. Balki qarzi bordir. To'lash olib ketayotgandir. O'shani yo'qotgandir balki. Balki bu pullar ko'pchilikning haqqidir. Tushunyapsanlarmi? Shundoq ham ko'pchilikning haqqidan qo'rqmaydiganlar ko'payib ketgan deb senlar aytmaganmisanlar? Nima? Men ham shularning qatoriga qo'shilaymi? Yo'q. Meni bunaqa ishlarga aqlim yetmaydi. Axir meni bekorga Sobir tentak deyishmaydi. Oy, Sobir. To'xta. To'g'ri gapiryapti. Xabar qilib qo'yishdimi, ha? Oho. Agar ruxsat bersangiz, bir 5 kuncha ishga kelmasdan bir muammoni hal qilsam. Menga qarang, bundoq qiling. Ha buni 5 kun ichida hal qiladigan muammo emas bu. Ha bunga kamida 15 kun. 15 kunga sizga bandishni ochtiramiz. Yaxshilab davolaning. Tushunarli. Shunda menga ruxsat berasizmi? Voy. Menga qarang, qiziq odamsiz, ey. Sizga yetib borish qiyin, ha? Ha, 5 kun ham emas, 10 kun ham emas. Sizga aytayapman-ku, 15 kunda mazza qilib, dam olib, yuzingizni to'g'rilab keling deyapman. Tushundingizmi? Xo'p, rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Oy. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Kechagina omborga ishga kirdi-yu. Bugun qo'lda chemadan. Lekin yomon haddidan oshibdi. Kim qildi bu ishni? Yuzingiz yomon bejashibdi. Necha kishi edi ular? Nima bo'ldi? Boshidan ayting aka. Tinch qo'ylaringga. Ha xo'p, akajon. Bugun ishga chiqamizmi? Ishlaymizmi o'zi yoki ishlamaymizmi? Sizlarni bilmadim. Lekin men javob so'raganman. Ishlayveringlar. Buxgalter chemodanimi? Bunda nima qilyapti u? Shoshma. Bular Noboda sherik emasmikin? Yo, agar sherik bo'lsa, unaqa emas. Bu yerda boshqa bir gap borga o'xshaydi. Qani? Meni pullarim. Buni tekshirishim kerak.
Obbo, buni o'tirishini qara. Sobir. Qo'ygin, turgin o'rningdan. Yur. Yo. Yur. Mana buni kiygin. Yo. Mana kiy. Hop, mana bilaman qaysarligingni. Qotib qolasan-ku. Shamol bo'lsa. Yur, militsiyaga beramiz. Yo. Baribir egasi keladi. Men ishonaman. Obbo. Qorin ham ochib ketdimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Hozir senga ishga narsa olib kelaman. Xo'pmi? Xo'p. O'rtoq, ikkita so'm olib keldim. Bittasi senga, bittasi menga. Ber ikkalasini ham boshqa olib beraman. Hop. Hazillashaman bo'lmaydimi? Ol. Sog' olasizlar. Rahmat. Yo'q. Katta rahmat. Osh bo'lsin, biz rozimiz. Rahmat. Shuni Yaxshilab egasi ish chiqmasa ketmaysan-a? Yo'q, ketmayman. Ber unda. Ey, xaloyiq. Telefonga ol. Instagramga qo'y. Hozir. Qara. Rasmga ol. Olyapman. Qochmagan nomard. Mana hozir hamyurtimiz Sobir Alimovning yo'llariga keldik. Hozir esa ularning o'zlaridan intervyu olamiz. Aytingchi, mana 3 kundan beri mana shu yerdasiz. Agar egasi topilmasa nima qilasiz? Bilmadim. Topilib qolar. Men uning do'stiman. Doim u bilaman. Agar pulni egasi chiqmasa, birgalashib bir qarorga kelamiz. Aytishlaricha, sizni o'zingizga ham bu pullar asqotishi mumkin ekan. Shundaymi yoki sizga pul kerak emasmi? Bu nima deganingiz? Pul hammaga kerak. Shunchaki biz insoflimiz xolos. Bor gap shu. Ekran orqali tomoshabinlarga nimadir demoqchimisiz? Men ayrim bir kimsalarga aytmoqchimanki, O'zi gapirsin. O'zi bilan gaplashing. Hop. Bera tur. Orqaroq turgin. O'zidan oling intervyuni. Marhamat, gapiring Sobirjon. Men shu paytgacha odamlarga hayron qolardim. Ularning ochko'zligidan, yolg'onchiligidan. Endi esa odamlar meni qilgan ishimdan hayron. Yo'q, men o'zimni avliyoman demoqchi emasman. Men ham bir marta yolg'on gapirdim. Men oddiy odamman. Farqim mana hozir. Mana shu kichkinagina nuqtani ko'ryapsizmi? Miyamdagi mana shu kichkina nuqta meni farqim. Shuni deb hayotimdagi qancha vaziyatlarga duch keldim. Ya'ni qiyin vaziyatlarga. Shu kichkina dod tufayli men yolg'on gapira olmayman. Axir rostgo'ylik qachondan buyon illat bo'lib qoldi. To'g'ri so'zligim uchun qancha pand yedim. Lekin men o'zgarmayman. Chunki menga shunaqa tarbiya berishgan. Birovning haqqi menga kerak emas. Birovning haqqiga ko'z olaytirish yomon. Yolg'on gapirish ham yomon. Bo'ldi, gapim tugadi. U yerda ustozlari ko'magan kelajak kasblarini tanlaydigan davrdan o'tadilar. Ko'rdingmi o'g'lim? Texnologiya fani esa ko'plarning eng sevimli darsi hisoblanadi. Sizga o'rgatiladigan amaliy ko'nikmalar Bizning yoshligimizda, jarayonlarda foydalaniladigan jihozlar mahallada bitta kichkina televizor bo'lardi. Kimga gapiryapman, Kasb-hunarga muvaffaqiyatli yo'l loyihasi doirasida poytaxt Bo'ldi qil telefoningni. 103-soniy O'sha qara. Biz shu televizorga zor bo'lib yurganmiz. Mazkur fan uchun zarur Bitta televizor, kichkina televizor bo'lardi butun qishloqqa. Hamma o'chirt bilan borib shu
Pas, chiroqda ko'rardik. Anjom va dastgohlar bilan jihozlandi. Endi o'quvchilar mazali shirin Sizlar bo'lsa, telefondan boshinglarni ko'tarmishlar, qizim. natijasida o'quvchilar duradgorlik, tikuvchilik, oshpazlik kabi Mana hozir hamyurtimiz Sobir Alimovning yo'llariga keldik. Hozir esa ularning o'zlaridan intervyu olamiz. Tavba. Aytingchi, mana Birovni puli deb o'ziga olmayapti-ya. Agar egasi topilmasa nima qilasiz? Ana odamgarchilik. Bilmadim. Qoyil. Topilib qolar. Men uni do'stiman. Doim u bilaman. Agar pulni egasi chiqmasa, Iye, ana u bola-ku. qarorga kelamiz. Jim bo'l, o'chir. Sen uni taniysanmi? Ha, taniyman. Opam mendan ham zo'rroq taniydi. Ha? Gapirma. Sizga pul kerak emasmi? Ha, pul nima degani? Ana u. Kerak. Ha? Shunchaki biz Ana u bola emasmi bu? Haligi, ana u Tomoshabinlarga nimadir demoqchimisiz? bog'da haligi nima deydi? Hovliga gullar sochib yurgan bola emasmi bu? O'xshayapti. Dada, Ha, o'xshadi, uyalganingiz. O'zidan oling intervyuni. Marhamat. Kuyoving halol bo'lsa, yaxshi-da. shu payt Voy, ishkalchi. hayron qolardim. Yig'ishtir. Ularning ochko'zligidan, yolg'onchiligidan, Bor. endi esa Darsingni qilgin u. Shundan hayron. Xo'p. Yo'q, men o'zimni avliyoman deb. Bunisi endi yaxshiroq ko'rinadi. To'g'rimi? Ey. Kameraga qarab oring. Ha, qara. Naridan ol. Shu pullarni o'zingizga ishlatsangiz bo'lmaydimi? Menga birovning puli kerak emas. Turishini qara bu yigitni. Haliyam kutyapsizmi? Haliyam topilmadimi egasi? Bo'ldi, endi ketaveringlar. Bo'ldi, ketaveringlar, tomosha qilib turmanglar. Keling unda mashina taqib olaylik-da. Nimaga bu? Kerak-da. Kerak emas bu. Ha, menga kerak, menga. Mana o'rtoqlar 2 kundan beri insonlarning og'zidan tushmayotgan yigit. U o'zi topib olgan millionlarning egasini kutmoqda. Ha, o'rtoqlar, bu prank emas, 100% haqiqat. Ismingiz nima aka? Sobir ismim. 25 yoshdaman. Ishlayman katta zavodda. Ombor mudiriman. Agar yana savollar bo'lsa, kecha kechqurun kelib ketgan hamkasbingizni videosida ko'rishingiz mumkin. Hamma savollarga javob o'sha yerda. Mendan boshqa kimdir kelib intervyu oldimi sizdan? Ha? Hamma savollarga javob berdingizmi? Ha? Kim edi u? Men qayerdan bilay? Sizlar ham meni ko'pchilik bo'lsanglar, bir-biringizga o'xshasanglar. Demak, birinchi bo'lmabman-da. Voy, shov-shuvli intervyu bo'ladimi o'yladim-da. Uni hamma savollarga javob berdingizmi? Yo'q. Chamadonda qancha pul bor deb so'rovda aytmadim. Unda chamadonda qancha pul bor aka? O'shani menga ayting. Men qo'yaman, yangilik bo'ladi-da. Yo'q. Agar sizga aytadigan bo'lsam, buni egasini qanaqa qilib aniqlayman? Chamadon ichida qancha pul borligini faqat egasi biladi-yu. To'ppa to'g'ri. Bu gapingiz ham to'g'ri. Eksklyuziv intervyu bo'lib, shov-shuv ko'taramanmi deb o'yladim-da. Sal shoshibsiz-da, mayli, bering aka. Menga qarang. Hamkasblaringiz bor-ku, Diliming Xurramov. Shunga salom aytib qo'ying. Zo'r bo'ladi, shu qaysi biridir. Kele mane, mane. Kele. Aytingchi, mana 3 kundan beri mana shu yerdasiz. Agar egasi topilmasa nima qilasiz? Bilmadim. Bir chomadondimi?
Shunda taxminan pul soni aytsam to'g'ri kelsa, pullarni egasi men bo'laman-da. Tavakkal qilsa arziydi. Yo'q, och bo'ldi, yaqinlashma. Mana bular. Yo'q dedim, pulimni yaqinlashma dedim. Yo'q, Bering pulni aka. Ketaman Maniki. yo'q, yo'q. Tinch qo'y. Bu mani pulim. Mana pulim dedim. Qoch, orqaga o'tar. Qani, bir qator o'tiringlarchi, bir qator bo'lib. Shoshmanglar, hammada imkoniyat bo'ladi. Bilaman, o'zinglarni pul egasi deb o'ylayapsizlar-da. Bir martadan imkoniyat bo'ladi faqat. Qancha yo'qotganinglarni aytasizlar, to'g'ri kelsa demak pul egasisizlar. Biz ham qutulamiz. Ichkariroq. Yaxshi. Yaqinlab ko'rmaysizlar. O'rtoq qara. Chevalar ichida qancha pul borligini topgan odam demak egasi. Shunga berib olamiz. Bo'ldi, qutulamiz. Nima? Turing, orqaga Nega turtasan? Joyingda tur. Egas topilsa bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Qani, kelinglar. Xo'sh. Okey. Pul maniki. Hamma vijir-vijir qilib yotibdi. Ishoning, $150,000 pulni o'zim qo'lim bilan chemadonni ichiga solganman. Siz men 2 kundan beri kuzatib yuribsiz. Kuzatganimning sababi 150 emasmi? Yo'q, 150 ming emas. Yo'q, yolg'on. Pul meniki, ichida 200 million bor edi, 200 million. 100 millionmi? 200 million sanlarniki emas. 200 million bo'lishi Kelasi kerak. noto'g'ri, o'ting. Ikkalasi ham noto'g'ri. Chetga o'ting. Bu pulni men o'zim taxlaganman, sanaganman. Yolg'on. 60 million so'm puli bor ichida. Pul maniki. Yo'q. 60 million emas-da, og'ayni. O'ting bo'ldi. Vaqtimiz olmang. Ha. Menimcha bu jomadonda 100 million pul bor. Buncha pul chamadanga sig'maydi. O'ylab ko'rmadingizmi? O'ting. O'ting. Yo'qol dedim senga. Aka bo'ldi, ana qoching. marta Siz kelasan. emas ekan, qoching bo'ldi. Sobir, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Nega yo'q bo'lib ketding? O'rtoq, xafa bo'lmadingmi? Men shuncha payt yo'q bo'lib qolganimga? So'rama, boshimga ancha tashvish tushdi. Qarzga kirib ketib qoldim. Rostdan pul topib oldingmi? Topib oldim. Boshga bitgan balo bo'ldi bu. Qara dunyoning ishini. Men katta pul yo'qotsam, sen katta pul topibsan. Shu pullarni men sen o'zim egasiga olib borib beraman. Shaharda bilasan tanishim ko'p. Seni shu pullardan xalos qilaman. Nima qilyapsan? Ol qo'lingni. Ha? Yo'q, pullarni egasiga olib borib beraman. Senga ishonch yo'q. Egasiga berishim kerak. Tamam, boshqa hech kimga bera olmayman. Senga umuman ishonmayman. Sen aldoqchi bolasi. Hech zamonda ham inson o'z do'stiga ishonmaydimi? Do'st do'stini aldirganmi? Ba'zi bir do'stlar faqat shu ish bilan shug'ullanishadi. Auf. Qayerga ketyapsan? Birov pullarni kuppa kunduz kuni o'g'irlashga urinaysanmi? Qanaqa sani puling? O'zimni pulim deyapman. O'zimni pulim. Militsiya chaqir. O'zimni pulim deyapman. Qo'y. O'zimni pulim. Har doim shunaqa qilasanlar. Nima keragi bor? Militsiya aralashtirib. Pullamanda? Odam emas. O'zim olib borib topshirib qo'yaman tegishli joylarga. Xavotir olma. Topshiraman demoqchi edim. Firibgar. Pul maniki. Firibgarligini hamma bilib bo'ldi. Bu yoqqa ber. Qarzim bor. Seni bilaman kimligingni. Bermaymiz senga. Sobir. Birovning haqqi birovga buyurmaydi. Ol bolam, ol. Ana xurmodan yeb olgin. O'zim olay. Yedim. Mayli, unday bo'lsa men Hay bolam, rizqingni qoldirmagin. Buni ye, choyni ich. Rizqing butun bo'lsin.
Neto bo'ladi-ya, neto. Oyi, axir Ha. mayli. Ye, ana, bu boshqa gap. Oxirigacha. Xo'p, Ha, bo'lar ekan-u. mayli. Oyi, men bora qolay. Bugun 5-kun. Mana shu jamadonni ko'tarib yuribman. Borib, egasini top, qutulay shundan. Bo'ldi-da endi buncha qaysarsan. Bor, milisaga topshir. Qutulasan. Oyi. Yo'q, topib oldim desam ishonisharmikan? Yana mana u basharam ko'rib shubhalanishadi. Keyin savolga tutishadi. Keyin kim urganini aytishimga to'g'ri keladi. Unda chaqimchiga aylanib qolaman. Sen doim oqimga qarshi suzasan. Hamma yog'ini terpilalar bosib yotibdi. Sen bo'lsa or qilasan, bolam. Nima? Nima u terpila degani? Bu jargon, bolam, jargon. Sen bu ishga qarilik qilasan. Ha, unda men ketdim, oyi. Ey, unaqada-chi, eng yaxshisi masjidga olib bor. Ehson qilor. Xo'pmi? Ha, endi skarey sevo yo'qotgan odamga ham savobi tegadi. To'g'ri. Ha. Oyi, to'g'ri aytdingiz. Agar bugun ham egar chiqmasa, albatta masjidga topshiraman. Okey. Faqat ertaroq qil. Xo'pmi? Okey. Xo'p, oyi. Yaxshi tur. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Og'ayni, shu ozginchasini o'zimizga ishlataylik. Ozginchasini ishlataylik o'zimizga. Yo'q. Ehson qilsak, hammasini qilamiz. Birinchi marta ko'rib turibsanmi? Bo'ldi, kelishdik-ku. Hammasi kelishilgan. Mana, o'rtoq qara. Sig'maydi bu. Sig'maydi. Shuni olib qolaylik. Bu yoqqa ber. Olib qolaylik. Yop. O boyvachchalik ehson qilmoqchimi? Pullaring yo'q bo'lsa nimani ehson qilasan? Bizda-ku pul ko'p. Yo'q. Sen o'zing mabodo adashib qolmading bu yerlarda? Bizni pulimiz o'zimizda. Ozmi ko'pmi o'zimizniki? Sen esa dadang pullar bilan maqtanasan. Tushunmadim. Men o'zim shu darajaga yetganman, bilib qo'ylaring. Tushundilaringmi? Demak, yoningdagi hamma narsa o'zingniki shunaqami? Shunaqa. Shu ham savol bo'ldi. bo'ldi. O'zimniki. Ke, unda aniqlaymiz. Agarda otang emas, o'zing hal qila olsang, kel hal qilamiz. Qani? Mana shu ehson qutisiga bizdan ham ko'proq pul, boylik tashlab olsang, mardligingga xursand bo'lamiz. Tashagin. Shumi? Mana. Oyli olgandir-da bugun. Tasha olmaydi baribir. Tushunmadim. Bochkaga tashyapti. Nima? Bochka tashadimi? Bochka? Bilmadim lekin. Yetadimi? Qancha kerak? Endi nima deysiz? Hammasini tashyor. Mana. Ana. Mana, bertir. Yoningda pullaring bertir. Berdi-da. Qara. Mana. Ber. Oxirgi pulimni olib qo'yibsan. Men qara. Bersana-mu. Ber. Bori shu, mana. Teshi. Normalni bo'ldi, yutdi. Tushuntir. Ko'ramiz hozir. Ye. Mana. Ey, mana. Mana mashinani kaliti. Bor shu? Bu mashina kaliti. Mashinani kalitini berding. Shuncha pulni qatdan oldi bu. Mana. Yana.
Shuncha pul. Qatdan kelgan shuncha pul. Mana. Mana. Shuncha pulni qayerdan topdi bular? Kerakmi? Mana yana. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqa? Mana buni ham tashiymiz. Bunaqasini tushinglardan ko'rmagansizlar. Yalanga yo'qladi buncha pul nima qiladi? Shuncha pulni qayerdan topdi kim bular? Ha? Sen yalanga yo'qsan. Gaping bormi? Og'zing pul bilan urib yoramiz. Tushundingmi? Qo'ysangchi. Agar pul bu. Shu joyda bo'lmaganda masala bor. Ber, boshimni ber. Voy. Kulmalaring. Kulmalaring. Voy, kulmadi-da, kulmalaring. Berdi-da. Sharmanda qildingiz, ketdik. Hali gaplashamiz. Sizlar bilan keyin gaplashamiz. Soch ektirimdan ko'ra. Yo'qladik.